Assalomu alaykum. Barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugungi xonadonimizga yotoqxona mebeli, zalga shkaf, prixochka va hozir ko'rib turganingizlar mana shu kuxnyani podключ topshirganmiz. Kuxnyalarimiz neoklassika stilida bo'lgan, korpuslari, fasadlari polni MDF bo'lgan, kraskalari gench turetskiy kraskada sepilgan. Furnitura hammasiga kelsak, hammasi sifatli furnitura ishlatilgan. Stoleshnica MDF plastik bo'lgan usti. Yotoqxona mebelini ham neoklassika stilda yasaganmiz. Bu yerda ham xuddi shu MDF va gench kraskada sepilgan. Batareya tepasiga pufik yasab berganmiz. Kravatlari podъемный mexanizmda ko'tariladi. Hamda ikkita prikrovatniy tumbuchkasi bor. Bu yerda konsol tagiga pufik hamda oyna. Shu kichkina xonadan unumli foydalangan holda neoklassika stilda boshqa xonalarga o'xshab garderobni shkaf yasab berganmiz. Prixochka ham xuddi shu stilda bo'lgan. Oynalar gravirovka bo'lgan va ramkasi bagetda bo'lgan. Tilla rang ko'p bo'lganligi uchun bitta fasadiga ozgina tilla qo'shganmiz. Sizlarga ham shunaqa mebellar kerak bo'lsa, Dilshod mebelga murojaat qilinglar. Dilshod mebel, siz eng yaxshisiga loyiqsiz.